kiradi, ko'rdinglarmi? Akalar Tracker Onyx avtomobillarimiz bor. Bu furni yechish uchun men qora detalni chiqarishlar. Rosa ham qiyin. Men piston chiqaradigan bilan chiqarib bo'lmadi, silib qoladi. Endi men sizlarga uni oson yo'lini ko'rsataman. Bitta 8 kilochi olasizlar. Mana ko'rib qo'yamiz. Aka yaqinroq oling-da. 8 bilan shunday. Akalar ko'ryapsizlar, bitta 8 kilochi bilan bu pistonni. Buni qaranglar. Bitta turtisizlar. Buni ham 8 kilochi tiqib turib. Bitta turtsizlar, mana chiqib keladi. Ko'rdinglar-a? Mana buni ham yana bitta turtamiz tepasini ham. Osonroq chiqish uchun. Mana ko'rdinglar-a? Bu piston. Mana bu turtganlarda ichiga kiradi. Ko'rdinglarmi? Lifehack zo'ri. Usta akalarimizni jo'natib qo'yamiz, shunaqa akkurat ish qilamiz. Akalar shunaqa nozik xizmatlarimiz kerak bo'lsa, xontoningiz chorasizlar. Posinglar like'ni. Bizni doim kuzatinglar.